Assalomu alaykum qadrli baliq ov ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Do'stlar, bugun yana biz baliq ovudamiz. Do'stlar, ancha vaqt o'tgach, mana biz sariq suvga keldik. Suvlar ko'paygan, chiroyli joylar. Bugun mana shu yerda o'qib ko'ramiz. Shu musobaqaga tayyorgarlik bo'ladi. Qanaqa baliq tushishini men bugungi kunda bilmayman. Lekin hozir meni o'ylashimcha karas, krasnoperka, platva, chubak shunga o'xshagan baliqlar tushadi. Может быть, shamayka ham tushib qolishi mumkin. Paka bilmaymiz. Do'stlar, hozir bugungi kunda mana shu baliq oviga men quyidagi xo'raklarni tayyorladim va hozir o'zlaring ko'rlaring, men promyer qildim. Nimada, markerniy gruzikda promyerlarni qilib, joylarimni tanlab, joylarimni tayyorlab oldim. Do'stlar, endi bugun biz o'tgan safar men sizlarga xo'rakni ko'rsatdim. Mana xo'raklarimizni kechki paytdan tayyorlab, mana shu xo'rakni olib keldim. Bu har doimgi o'zim ko'rsatadigan sizlarga xo'rak. Bu yerda hamma komponentlar bor, videolarimiz bor bu to'g'risida. Kechki paytdan tayyorlab qo'yganman. Endi bugun 30 grammlik, 40 grammlik, 80 grammlik karmushkalardan foydalanamiz. Hozir ikkinchi qarmog'ida ham qo'yib nima qilaman? Asosiy mana grunta zatsepli oqim bor. 80 grammlik karmushkadan foydalanamiz. Bugun spreylarimiz bor. Koriander, Dip universaldan foydalanamiz. Bunda hali biskvit ta'mi kelib turadi. Bunda koriander, kashnich donani. Odatdagidek doimiy ravishda mana aparishdan foydalanamiz. Mana aparishlarimiz bor. Bugun aparishlarni nima qilamiz? Kurchoklarimizda mana maxsus motovillalarga men spesialniy kurchoklarni nima qilganman. Har doimgidek mana 53 100 Ovnerdagi mana kichkinagina 18lik kurchokidan bugun foydalanaman. Shuni hozir qo'yib baliq ovini boshlaymiz do'stlar. Mana shunaqa 40-50 santimetrlik povadok nima qilamiz? Mana shularni qo'yib hozir ovni davom ettiramiz. Mana hozir men bitta 5 ta karmushka berdim. Zakarmit qilib bularni o'sha xo'rakdonda 5 ta karmushka berib baliq kelishini to'plash uchun nima qildim? Montajlarimizdan bugun inline, mana o'zlaring ko'ryapsizlar, yurib kelasiz, skaljashi. Karmushkamiz 30, 40, 50 grammlik karmushkalar ishlatamiz. Oqimiga qarab nima qilamiz? Feederga ham qo'ydim. 15 santimetrlik batta mana bystrosyom, kurchokka mana bystrosyomga hozir mana shunday qilib kurchogimizni mana ilamiz. Do'stlar, mana bystrosyomga mana shunday qilib turib, mana shu hozirgi tanlagan kurchogimizni mana shunday qo'shamiz mana. Ulaymiz. Maxsus petlyasi bor. Petlarni kiyib turib, ustidan rezinkani kiyib qo'yamiz. Endi buni feeder bilan ov qiluvchi do'stlarimiz yaxshi bilishadi. Juda gрамотный, опытный spetsialistlarimiz bor. Endi biz vodiychasiga mana shu feeder qarmog'idan foydalanamiz. Hozir karmushkamizga xo'rakdonga hozir xo'rakni solib turib, mana aparish, hozir bitta aparish bilan mana ovni boshlaymiz. Bitta aparish o'zi kichkinagina kurchok, nihoyatda kichkina. Nihoyatda 18 ni endi ko'pchilik biladi. Mana bitta bunga hozir bittasini bunday paypoq qilib, ilib ikkinchisini bunday osiltirib qo'yamiz mana. Qani hozir baliq ovi qanaqa bo'ladi? Xo'rakdonimizga do'stlar mana xo'rakdonni solamiz. Xo'rakdonimizga. Mana aparishga mana spreydan universal spreyimizdan sepib birinchi zaprosni amalga oshiramiz mana. Qarmog'imiz bugun 3 metrlik piker qarmog'i. Kastmaster har doimgi. Katushkamiz 4000 talik. 12lik pletyonka, 8lik. Nima? Povadok 12 mmlik nima? Leskadan qilingan. Kurchogimiz 18lik. Ovnerdagi. Povadogimiz 30-40 santimetrlik povadok qo'yyapman.
Mana hozir birinchi zabrosni amalga oshirdim. Qani ko'ramiz nima bo'ladi. Mana do'stlar, soat 11 ga qarab yuryapti. Bir ikkita narsalar tortib turibdi. Endi bilmadik. Hozir yana ko'ramiz. Ikkinchi qarmoqni ham o'qlab o'qib qo'ydim. Tekshirib otib turibmiz. Jicha urib qo'yapti. Jicha urib qo'yapti. Har doimgidek. Hozir bilib olmayapti hozir baliq ovini. Mayda narsa qani. Bir tekshirib qo'yamiz. Oppa! O! Bunda bor shekilli. Nima bor ekan? Mana do'stlar. Verxoplavka tushdi. Da, verxoplavka birinchi balig'imiz mana. Da, dachala boshi boshlandi. Endi bu verxoplavka balig'ini qo'yib yuboramiz. Oppa. Birinchisi suvdan olib tashab. Pochin bor. Endi hozir harakatni boshlaymiz. Tak. Yaxshi bo'ldi. Endi albatta oldin ham yaxshi baliqlarni ushlaganmiz. Hozir endi soat 11 shu obeddan keyin asosiy u obeddan keyin bo'ladi. Va bitta qarmog'imizni bilishni distansiya, bittasini distansiya qilib qo'yamiz. Yaqinga ikkinchisini uzoqqa, piker qarmog'ini endi yaqinga otyapman. Yaqinga. Oppa. Самый главный первый есть. Давай. Опа! Вот это другое дело. Шамая или что-то там. Давай. Опа! Хо-хо-хо, верхоплавка, смотри, какие. Говоришь, рыбы нет. Ну, verxoplavka mana. Do'stlar, verxoplavka baliq. Qo'yib yuboramiz. Mana. Смотри. Что это? Ну, маленький чубачок, маленькая рыбка. Не карась. Не, карась. Da, mana kichkinagina karashchalar tushyapti. Hozishni boshladi, baliq tortishni boshlayapti. Oppa. Da, nicho. Do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, baliq ovimiz davom etyapti. Endi hozir bitta karas, ikkita verxoplavka oldim. Bular ham juda mayda baliq. Endi maydalikka qish payti trofey baliqlar bo'lmaydi. Verxoplavka, qizil qanot, keyin shunga o'xshagan parinka, endi marinkaga bordik, ko'rsatdi, hatto mayda bo'ldi rezultatlar. Qish paytida katta rezultatga nima bo'lmaydi, shu mayda chuda baliqlar tushib turadi. Endi men baliq oviga miyani tinchlantirgan chiqaman. Menga katta baliq rol o'ynamaydi. Do'stlar, o'shaning uchun ko'pchilik obunachilarimiz Aziz aka kattasini ham deydi, qishda hech qachon katta baliq ushlash juda qiyin. O'shaning uchun biz chiqib 3-4 soatga chiqaman xolos. Unaqa men mukkasidan ketib baliq oviga nima qilib bormayman. Ana shu 3-4 soatga chiqib damni olib, mana kerakli qurollarni, o'q qurollarini sinab, uvu qilib, endi hozir mart oyida, aprel oyida Toshkentda musobaqalar bo'ladi deyishyapti. Nasib qilsa, Xudo xolasa ishtirok etaman. Atay hozir tayyorgarlik shu zabroslar, o'zimga yarasha mana qo'lay tayyorlash, naviklar shu nimalarni o'rganib, qaysi karmushkalar ishlayapti, nima qilyapti, o'zim uchun trenirovka qilyapman. Do'stlar, ovimiz davom etadi, tinglab tomosha qilinglar. Xudo xolasa mana 2 dan keyin ko'ramiz nima bo'ladi. О, карася поймал. Do'stlar, baliqlar hozir qishki uyqudan uyg'onyapti.
O'sha sekin joni yo'q, qandaydir tortishi ham juda slabый bo'lyapti. Hozir mana bitta karasni oldim. Вообще slabый, unaqa holi yo'q. Endi tortishi ham bunday sal bunday zo'rg'a kuchi yetyapti haligi nimani tortib olgani ham. Bir tekshirib qo'yamiz. Bir sekin mana tek uryapti-da bo'ldi. Boshqa shu bilan nima? Tekshirib qo'yamiz mana. O'sha karas umuman yengil urib qo'yyapti. Nima yo'q. Hozir tekshirib qo'ydik mana. Hech nima yo'q. Hozir yana qaytadan o'tamiz. Что вообще? Не знаю. О, mana karas baliq yana. Карась хороший. Это все с той ямы? Какой? Который ты бросаешь. Не, это вот с этого. Mana hozir. Do'stlar, karas balig'i mana. Yana bitta. Endi bu karaslarni to'plab o'tirishni hojati yo'q. Oxirida ko'rsataman dedim, endi bunday qilib qo'yib yuboramiz. Mana. Здорово, сейчас все Hoppa! Вот ana. Yana bitta. Slavina berish kerak emas. Ana yana bitta karas balig'i. Do'stlar, karas kattalashyapti. Telefon ham vaqtida telefon qiladi. Mana. Do'stlar. Mana do'stlar, endi mana shu karas balig'ini qo'yib yuboramiz mana. Ko'ryapsizlar mana baliqlarni. Ava! Ana baliq. Shu tomon. Hozir joyda alishtirishga harakat qilib ko'rdim. Kontrolni bitta ko'raychi deb. Mana bu yerda tortyapti. Jicha nariroq oldim. Mana shu yerda yama bor edi. Hozir baliq qurilish qilishyapti. O'sha bizning eski joylar edi. Bir ko'raychi deb keldim endi hozir. Sekin urib qo'yyapti. Yomon emas shekilli, hozir masjidga ko'chib yuboramanmi? Bir nima qilsinchi? Сейчас, подожди. Jadi yurada ham cho'ta bir narsa tortyapti. Jadi yurada. Qani? Ну-ка. Нет, да? Ну хорошо дернул, да? Чилинг был. Ну-ка. А есть. Ana. Опа-на. Mana yurakka ham karas tushadi. Ну-ка, покажи. Вверх подними. О, вверх поднимите. О. Ana. Только на опарыш. Aparishga tushyapti. Endi men yangi joyga o'tdim hozir. Hozir mana shu yerda bitta zabros qilamiz. Zabrosni qilib yangi joy yaxshi tortyapti, hozir ko'ramiz. Chuqurligi zo'r. Не. Отпускай. О, глубина действительно хорошая здесь. О. Стартиап, давай. Sekin tortib tur. Hoppa. Ha, işte bilen. Nima bordi? O'to'lanlar. Yaxshi tortdi. Hozir ko'ramiz. Oba. Kichkinagina baliqcha tushibdi. Verxoplovka. Mana do'stlar. Kichkina.
Buni qo'yib yuboramiz. Oba. Mелочь, mелочь. O. Давай, 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 давай. Hoppa. Ana yana bitta. Oba. Вот ana. Da mana do'stlar, yana bitta karaz balig'i. Karaz balig'ini oldik mana. Mana. Karaz balig'i. Endi buni qo'yib yuboramiz. Oba. Yaxshi. Oh, churdu. Mana do'stlar. Давай, 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 давай. Опа! Ух ты, черт, кот-то большая, наверное. Соскочила. Не, идет. Да, 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 да. Давай, 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 давай. О, mana shamaya balig'ini ham ushladim do'stlar. Qaranglar. Katta. Shamayka balig'i. Bugun o'zi sizlarga aytdim, mana shamaya balig'i ham mana tushdi. Uх ты, смотри, mana. Kattagina shamayka balig'i. Который тебе отдали это. Ha? Kamo? Он тебе отдал же, да? Che. Baliq kerakmi? Mashina sizga beraman, haligi nima qilganingizga. Mana. Shamaya balig'i. Endi do'stlar, baliq 10-15 minutda tortib turadi. Mana hozir ko'rib turibsizlar. Tortyapti sekin-sekin. Mana hozir. Oba, qani. Bir-birimizga mushayt beramiz shekilli. Ana do'stlar. Ana bitta baliq yana. Mana karaz baliq do'stlar. Mana 10-15 minut olyapti. Havo nimalar suvlar isidi. Karaz balig'i chiqyapti mana. Endi bu karaz balig'ini ham qo'yib yuboramiz do'stlar. Mana, obana. Bo'ldi. Shunaqa qilib mana baliqlarni olyapmiz. Zo'r bo'lyapti. Bugungi ovimiz yaxshi ketyapti do'stlar. Endi dam olib mana hozir buni qarmag'imiz ham cho'ta tortib qo'yyapti. Yo, bismillah, buni ham bir ko'rib qo'yamiz. Cho'ta bu ham. O, mana bu yerda ham kichkinagina chubak balig'i chiqibdi. Chubak do'stlar. Endi bugun sizlarga aytdim, haqiqatdan mana bugun mana shunaqa mayda-chuyda baliqlar. Juda ko'p baliqlarni olyapmiz, kadrga tushirmayapmiz, qo'yib yuboryapmiz. O'shanga yaxshi bo'lyapti mana. Dadi Yura ham shop qo'yib yuboryapti, men ham shop qo'yib yuboryapman. Сколько на ваших, дядя Юр? Mana do'stlar, soat 2 dan o'tdi. Yaxshi baliqlarni oldik, cho'ta to'xtadi tapa-taq. Paklovkalar. Endi sekin baliq tortishlar sekin-sekin to'xtayapti. Yana kutamiz to'rgadur. Atak bugun baliq o'g'i zo'r bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Havo ayniyapti, o'sha havo aynish hisobiga baliqni tortish to'xtadi. O'sha davleniya o'zgaryapti shekilli. 10 ta kam 3 bo'pti do'stlar. Hozir sekin ko'ramiz, yana 1 soat o'tiramiz. O'shaga qarab ish tutamiz. Mana hozir tortyapti mana. Bitta ikkita urib qo'yapti yengil erpi. Atak yaxshigina oldik. Shu 12 dan 2 ga dur bir 5-10 ta, bir 12 ta 13 tacha baliq oldik. Jadura ham bir 4 ta 5 ta, men ham bir 10 ta 12 tacha baliqni oldim. Normalni qo'yib yubordik. Biz baliq to'plamayapmiz bugun. To'plamasdan darruvda ushlab, darruvda qo'yib yuboryapmiz. Katta shamayani o'tgan siparali mana
nimamni yo'qotib qo'ydim. Ukaxonimiz topib olgan ekan, o'shanga berdim. Berdim mana shu nimamni. Aka esingizdan chiqib qolgan ekan, bir bo'lsa mana shu sizniki bo'lsa kerak deb olib kelibdi qarang shu bola. Ах, ты черт, вот она. Вот она. Вот она. Нападение. Да. Большая команда. Карась. Карась большой. Вот он. Смотри, какой карась, карась. Mana do'stlar, katta karasni ham oldik mana. Katta karas Настоящий. yomon bo'lmadi. Okay, сейчас. Сразу взял, да? Da, mana katta karas. Do'stlar, shu katta karas oldi. Katta karas. Buni hozir tashlamay turamiz. 2dan keyingi o'di. Hozir nechta ushlaganligini ko'raman. Mana hozir soat ro'parasi 3 mu karas oldi. Kattaroq. Endi buni mana shu yerga tashlab qo'yamiz. Qani ko'ramiz, shu 1 soat ichida nechta baliq tushadi. Buni fiksirat qilib, keyin oxirida qo'yib yuboramiz natijalarini nima qilib. Yomon bo'lmadi. Что-то дернул это. О, маленький карасек. Карась. Вот тут карась. Карась balığı. Ne koyuyoruz? Hoppa. İşte qilib karaslar tushib turibdi do'stlar hozir. Tekshirib qo'yamiz. Mana bunda ham juda bor ekan. Вот mana karas yo bir qandaydir baliq. Oh, ne? Verqaplavka baliq. Kechqurunga yaqin olishni boshladi. Endi bu ham yaxshi mana. Yomon nima emas. Rezultativ qo'yib yuboryapmiz. Siz nimaga sadokka solmayapman? Sadokda bitta karas turibdi. Kichkina maydalar tashlab yubordim. Endi Вы поймали друг друга. yo bir-birimiz ushladikmi? Вы поймали друг друга. Ne, подожди. Или нет? Yo boshqa ekan. Ha, вот он. Karas bilan. Mana yana bitta karasni oldik. Buni ham solib turaveramiz hozircha. Mana nima sadokka ko'ramiz. Qadrli do'stlar, mana shuning bilan bugungi baliq ovimiz yakuniga yetdi. Baliq ovi zo'r bo'ldi, yomon bo'lmadi. Yaxshigina baliqlarni oldik, havo aynidi, jicha-picha davleniya ko'tarildi deyapti. Endi bu nima emas. Lekin paklovkalar to'xtadi. Soat 3 dan keyin 2-3 ta baliq ushladik. Endi bu baliqchalarni qo'yib yuboramiz mana. 2 ta karas, bitta kichkina, bitta katta. Suhot ham bo'ldi. Mana bitta kichkinasi. Bitta jicha kattaroq. Mana buni qo'yib yuboramiz 3 dan keyin. O'zlaring bugungi nimalarni ko'rdilaring? Baliq ovini zo'r bo'ldi, yomon bo'lmadi. Do'stlar, keyingi baliq ovi ko'rsatuvlarida ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.